yo'li sabr, mehnat, fidoyilik demakdir. Bugun umrini ana shunday sharafli yo'lga bag'ishlagan inson, akademik, kimyo fanlari professori Xolmat Zokirov haqida hikoya qildi. Bundan tashqari agrokimyo sohasida qator ilmiy tadqiqotlar olib borgan, darsliklar yaratgan. Meni ilmiy tadqiqotim ham shundan iborat bo'ldiki, aynan O'zbekistonning demak janubiy rayonlarida ingichka tolali paxtadan yuqori hosil olishda mineral o'g'itlarning o'rni. Bu demak ximiya bilan qishloq xo'jaligining orasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi juda katta soha bo'lib, demak ximiyoviy olingan moddalarni paxtachilikda yoki o'simlikshunoslikda qo'llashdan iborat bo'ladi. O'sha 80-yillarda Surxon-Sherobod vohasida ingichka tolali paxtadan yuqori hosil olishda mineral o'g'itlarning va suv rejimining o'rni mavzusida ilmiy ish olib bordim. Va demak, o'sha ilmiy tekshirish institutida 1984-yilda 29 yoshimda u paytda juda katta nima bo'lisini hisoblanardi. Chunki 15 yillab yurilar edi ilmiy ishlar qilishdi. Demak, men o'sha 4 yil 5 yil davomida 29 yoshimda qishloq xo'jaligi fanlari agroximiya sohasi bo'yicha ilmiy darajasiga ega bo'lganman. Yana taqdir 87-yilda avtohalokatga tushdim. Endi qishloq xo'jaligida ishlash imkoniyatim biroz qiyinlashdi, chunki uzoq vaqt men og'ir mashinalarda dalama-dala yurish imkoniyatim yo'q edi. Oyog'im kuchli shikastlangan edi. Ana shundan keyin demak menga taqdir Termiz davlat pedagogika institutiga to'liq ishga o'tishga meni majbur qildi. Ana endi bu yerga kelganimdan keyin yana taqdir meni boshqa tomonga burdi. Bu yerda ekologiya bo'limi 94-93-yilda birinchi marta O'zbekistonda Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istonda ekologik muhit ancha murakkablashganligi sababli demak bu viloyatlarda ekologiya fakulteti tashkil qilish masalasi qo'yildi oliygohlarda. Endi unda bitta oliygoh bo'ladi, Termiz davlat universiteti bo'lardi. Termiz davlat universitetida ekologiya bo'limi tashkil qilindi. Men boshqarib turgan agroximiya va ximiya kafedrasini endi meni ekologiya kafedrasiga o'tkazishdilar. 93-yildan boshlab ekologiya kafedrasi, 94-yildan boshlab O'zbekistonda birinchi ekologiya kafedrasi Termiz davlat universitetida tashkil topgan. Ana shuni birinchi rahbari men bo'lganman. Men shu asnoda birinchi agroximiya nomli kitobimni yozdim. Buni Toshkentda juda katta qarshiliklar bo'ldi. Oxirida shunday savol berdi menga: nima uchun agroximiya nomli o'zbek tilida yozilgan birinchi kitob Toshkentda emas, Termizda yoziladi degan savol qo'yishdi. Shunda men kamtarona hali toshkentlik ustozlarimiz katta tayyorgarlik qiladi, hali kattasini yozyapti. Men kichkinagina qo'limdan kelgancha yozdim deganda akademik Jo'raqil Sattorov degan akademigimiz bor. Shunda, Toshkentlik yigitlar, endi tirashib nima qilasizlar? Bir Surxondaryolik yigit uloqni olib qochib ketdi bu borada deganlar. Ana shu gap meni hozirgacha demak yodimda turadi. Bugunga kelib mingga yaqin shogirdlar yetishtirgan faxriy professor hali hanuz shogirdlari qurshovida ilm-fan olamida. Ma'lumki, har bir inson hayoti davomida ilm yo'liga ega inson sifatida uning eng katta yutug'i yaratgan ilmiy ishlari, adabiyotlari, bu uning faxri albatta. Lekin insonning haqiqiy ilmiy boyligi o'sha yaratilgan nodir namunalardan foydalanuvchilarning tarmog'ining kengligi deb hisoblayman. Bu borada esa ustozimga hech qanday mubolag'asiz fikr bildira olaman, chunki mana shu Termiz davlat universitetining ekologiya, agrokimyo, agroekologiya kabi ma'lum bir yo'nalishlardagi yaratgan adabiyotlari bugungi kunda nafaqat Surxondaryo viloyatida joylashgan
oliy ta'lim muassasalarida, balki butun O'zbekiston bo'ylab boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham adabiyot sifatida keng qo'llanilishi ustozning eng katta yutuqlari deb hisoblayman. Undan tashqari ustozimizni biz kabi shogirdlarni ham olgan bilimlari va ularning natijasi ham quvontiradi. Buni faxr va iftixor bilan bemalol aytishimiz mumkin. Ustozni shogirdlari juda ham ko'p. Ular orasida bugungi kunda ilmiy darajaga ega bo'lgan fan doktorlari, fan nomzodlari bir qator oliy ta'lim muassasalarida o'zlarining ilmiy faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Qolaversa, shogirdlarning ham o'zlariga o'xshagan shogirdlari bor. Bu esa vohamizda ilm sohasida qadam bosib kelayotgan har bir ilm egalarini yutug'i deb hisoblayman. Chunki har bir yutuqning zamirida ustozning mehnati, mashaqqati turadi. Jumladan ustozim ham, shaxsan o'zimni ham aynan ekologiya sohasida kirib kelish, mana shu sohaga qiziqishlarim, ilmiy ishlarimning davom etishida ham ustozning hissalari juda ham katta. Chunki bundan bir necha yil oldin aytgandilar ustoz, ekologiya sohasi vaqtlar o'tib dolzarblashadi. Chunki insoniyat ko'payarkan, aholi soni osharkan, tabiatdan foydalanish tarmog'i ham kengayadi. Bu esa hali insoniyat oldida turgan bir qadar muammolar safini kengaytiradi. Ana shunday paytda esa o'z kasbini chindan yaxshi ko'rgan, shu sohaga sidqidildan mehnat qila oladigan va o'zini bilimini sarflay oladigan haqiqiy jonkuyar mutaxassislarga hali ehtiyoj seziladi deganlarida men ishongandim. Haqiqatan ham bugun bu so'zlari o'z tasdig'ini topdi. Ko'rib turibmizki, bugun haqiqatan ham ekologik vaziyat anchayin o'ylantiryapti insoniyatni, chunki biz tabiat bilan uyg'unmiz. Biz u bilan undan foydalanishni bilarkanmiz-u, ammo u bilan qanday munosabatda bo'lishni bilmasak, oxir oqibat insoniyat o'zini tanazzulga yuz tuttiradi. Shunday gap bor. 63 gacha yig'asan, 63 dan keyin yiqqaningni berasan degan joyi bor. Mana bugungi kunda 10 dan ortiq darsliklar yozildi, 10 dan ortiq demak o'quv qo'llanmalar yozildi, 5 ta tarjima qilindi kitoblar, 400-500 ga yaqin ilmiy maqolalar chop etildi. Men nimasi bilan quvonaman-ku, olim bo'lsang olam seniki degan bir ajoyib gap bor. Men boshqargan kafedrada meni nazarimda hozir ilm olib fan nomzodi, fan doktori bo'lgan kishilar bir 40 larga yaqinlashgan bo'lsa kerak. Men hozirgi kunda o'zimning ilmiy tadqiqot ishimni ustozim bilan birga olib bormoqdaman. Hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri bu oziq-ovqat xavfsizligi hisoblanadi. Bunda biz hozirgi kunda o'z ustozim bilan pomidorlarning tarkibidagi nitrat miqdorini aniqlamoqdamiz. Chunki mana shu nitrat miqdori oshib ketsa, insonlarning sog'ligiga ziyon yetkazadi. Shu ishni olib borar ekanman. Ustozim doim menga bu yerda faqatgina oddiygina buyruq beruvchi emas, balki shu ishimda men bilan birga yelkadosh, safdosh bo'lib turadilar. Dalada tajriba olib borsam, doimo yonimda turib, birga borib men bilan maslahatlarni beradilar. Ba'zida qo'rqib, tahlikaga tushib qolgan daqiqalarimda ham ustozim, "Sen qo'rqma, mana bu yerda o'zi mana shunday bo'ladi, shunaqa vaziyatlar kuzatiladi" deb doimo menga o'z maslahatlarini beradilar. O'qish menga nazariy bilimdan tashqari hayotda turishimda, bardavom bo'lishimda, mehnatda, sabrli bo'lishda o'z maslahatlarini ayamas berib keladigan ustozlarimdan biridir. Men eslayman 2017-yilgacha bir muddat ozgina olimlarga e'tibor kamayganday bo'ldi. Lekin baribir olim bo'lsang olam seniki degan iborani bugun emas, uni necha asr oldingi avlodlarimiz aytib ketgan. Mana bugun muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovichga juda katta rahmat-ku. Aytaylik, bugun biz kamida 30 million atrofida oylik olyapmiz. Qilgan ilmingiz, yozgan kitobingizga qarab, sizga 60% gacha oyligingizga nisbatan oylik to'layapti. Mana aytaylik, bugun shularni hammasini inobatga olganda, faqat farzandingizga ilm bering, ma'lumot bering, olim qiling. Har bir kishi o'sha yaxshi yashash uchun harakat qilish kerak deb o'ylayman. Meni asosiy boyliklarim kitoblarim, asosiy boyliklarim shogirdlarim, asosiy boyliklarim farzandlarim.
Men shogirdlarimga nisbatan xuddi o'sha farzandlargacha bo'lgan qarash bilan. Talab qilishda ham xuddi shunday, mana begona bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi emas. Qilasan, qilasan. Ishda qilmaydirgan bo'lsang, demak sen bilan men gaplashmayman degan iborada men ishlayman. Ana shuning uchun hammani o'qimishli bo'lishini xohlayman. Men New-York Fanlar Akademiyasining akademigiman. Finlandiya Fanlar Akademiyasi, Hindiston Fanlar Akademiyasining a'zosiman. Mana mening qilgan ishlarim ham juda kamtarona, aytaylik, meni katta baholadi. O'zi ozgina ishlar bular, boyagi daryoga tomchi ham bo'lmaydi ishga. Lekin aytaylik, mana bugun men mustaqillikni 25-30 yilligini, Konstitutsiyaning 25-30 yilligi ko'krak nishoni sohibman. O'zbekiston Respublikasining 1-darajali faxriysiman. Xo'p, mana 20 yildan buyon Termiz davlat universiteti oqsoqollar kengashining rais sifatida ham faoliyat ko'rsatib kelyapman. Eng muhimi meni quvontirgan narsa shogirdlarimning, farzandlarimning qamrovida hayot kechiryapman. Demak, men baxtli odamman. O'zbekiston degan tinch totuv mamlakatda yashayapman. Surxondaryo degan issiq iqlimni